Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Yoshlar va da'vo programmamizning 12-chi soni. Men Arshid Nidg'ut. Bugungi programmamizda hammanglarga tanishib bo'lgan muhojiratdagi yoshlarimizning eng ehtiyojli bo'lib turayotgan dinning nuqtaliq mazmunlarini o'zining nur ekranida so'zlab kelayotgan nur ekranining qurg'uvchisi Muhammad Rahim Qarimni bugungi programmamizga taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingiz uchun sizga ko'p rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Bugungi programmamizda o'zimizning tayyorlagan savollardan boshqa yana tunogim men ijtimoiy taraqqiy bo'lgan o'zimning Instagram hisobimda sizdan so'ramoqchi bo'lgan, sizdan so'rashni xohlaydigan bir necha kishiniki savollarni oldim. Inshaalloh bugungi programmamizda uni so'raymiz inshaalloh. İnşallah. Va sizni har qitim shu butun videolarni ko'rib kelman. Her videolarda şu tabii ki dinning mazmuni bo'lganligi uchun ashna bo'lishi mumkin. Qapoqlarida turib videoda turla davomli. İnşallah bu programda Allah xolsa ko'ngillik mazmunli program bo'lsa, ekran oldidagi ko'rmanlarningki hammasiniki va bizniki eng iliqi naqldan iliqi nadindo, qaysi yurtdindo, nadi o'qigando degan bir turkum savollarim keldi. Shunga chiqib birinchi savolni shu o'zingizni qisqacha tanishtirishni boshlagan bo'lsangiz. Buldu. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi do'stlar. Alaykum assalom. O'zimni tanishtirishim burun bayatdan qiyma ekranga chiqqan vaqtga qiyofat haqida ozaq tushuncha bermasam bo'lmaydigan bir gap chiqib qoldi. Faqat dinning mazmuni bo'lganligi uchun cho'qim qapoq chiqish kerak emas. Bu odatda meniki normal kulmagan holatim, tabassum qilmagan holatim boshqalarga shunday tuyg'u beradi ekan. Men shu ekranga chiqqandan keyin buni his qildim, boshqalar dedi. Ammo hargiz bu dinninki ekranga chiqib so'ziga holatidagi bu talab emas. Doğrusu dinle qancha kulib tabassum bilan so'zlasak shuncha yaxshi. Men boshqalar bu inkos qilgandan keyin bu xil qiyofani o'zgartirishyapman. İnşallah bundan keyin texamo iliq chiqishga tirishaman. Ammo mush savolni bir nima qilsam, ammo iliq masalan siz payg'ambar alayhisolamning tarixini so'zlab kelyaptilar. Ashyalarda masalan qancha qismi kulib tabassum qilib, uningdagi iliq ba'zi mazmunga munosabatlik nuqtalar. Masalan ba'zi mazmunlar ichiga o'zimiz kirib ketamiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Tayyip'teki vakaları, ondan başka Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki aşağıda biz külüdüğa ya ki tebessüm kıldığa yerler ahırda külüdüğa indi. Onda öyle de azıcık tebessüm kılayırım var, lakin asaslı köpüncesi Peygamberimizin hayatı şu yani küreşilen ötken bu açığa, cepha muşakkat köpü şu açığa, biz mezmunun içine kirip ketken bu açığa materpede tesir kılgan buluşu mümkün. Belki. Onda varsa soğala kirip ketsek, özünüz bir kısaca tanıştırıp tep ketken basınız. Benimki ismim Muhammed Rahim. Ben vatanımızdaki Cenubi Xotan'da 1989 yılı 11. ayının 30. günü iki kız, 3 oğuldan keyin tug'ilgan, balninki 6-cisi, en kichigi. O o'qigan yerlari mesela. Men boshlang'ich 6 yoshimda kirgan, 6 yoshimda to'liq kirmagan holatda kirgan. Men to'liq sinf bitagandan keyin o'zimning yurtida 2003 yili Qur'on yodlashga kirgan Qarixonga. 2003 yılınki 5. aydan tatip 2004 yılı 12. aya kadar qarliqni tugatgan bo'ldim. Shu vaqtda Ramazon 12. ayda keladi. Men Ramazonda qarliqni tugatgandan keyin ustozning oldida tarovih o'qib 2004 yılı 12. ayda Qarixonni ichib ketdim. 2004 yılı 12. aydan boshlab Urumchiga chiqib diniy o'qishga kirgan bo'ldim. Urumchida shu madrasada boshlandi men tunji diniy o'qishim. 6 yilga qadar madrasada davomlashgandan keyin 2005da Urumchida kurslar ishlab, arab tili kurslar ishlab, shuna qilgan mezgillarda. Men madrasada o'qigandan keyin kurslar ochildi, keyin shu kursga o'tgandim 2005ninki oxirlari. 20 yil atrofida Urumchida shu arab tili kursida o'qidim, maxsus arab tili o'rgandim. 2006 yılınki ahirlerinde ondan keyin yana Xotan'ga qaytib o'zimizniki shu yerlik ustozlarimizda o'qigan bo'ldik. 2006ninki ahirlaridan boshlab 2009 qadar yana vatanda Xotan'da o'qidim. 2009dan keyin yana Urumchiga chiqib ketdim. Shunda bo'lib 2013ning oxirigacha asosliq shu Urumchida shu yerlik ustozlarda o'qigan bo'ldim. Ondan keyin 2014ninki 5da shu chetlarga chiqqan bo'ldim. Misrga bordim. Misrda o'qidilar. Misrda shu azroq kirgan bo'ldim, lekin u yerda o'qimadim. Keyin Misrga borib 2 oydan keyin meniki Saudiyaga borib Saudiyadagi Riyosatul Haramayn ikki haram ministrligininki ochgan Mahadul Haramayn ikki haram instituti degan shu institutniki Madina tarmog'iga
Shu vaqtda men bu vaqtimda shu imtihon olgan mezgil to'g'ri kelib qolibdi ekanmiz. Imtihon berdim. Shu yerda ismim chiqqan bo'ldi. Shu yerdagi shariat, ya'ni fiqh fakultetiga qabul qilingan. Buniki 2014-ninki shu 2014 8-9 oydan o'qish boshlandi. 2018 o'qish bitgan bo'ldi. 2018-ninki men 5 yil Turkiyaga keldim. Maşallah. O'qish tarixim o'shacha. O'shacha. Maşallah. Ekranda ko'pincha qarindoshlarimiz uchun so'rdi-ku. Qanday o'qiganda, nada o'qiganda, nima ish qilib so'zlash qobiliyati yuqori, yaxshi. Bir yerda shu so'zlash qobiliyatini o'rgangan bo'lsa, bizim berib o'rganinglar. Yoki romancha o'qiyotdim, bunday yosh turiblam, bunday yaxshi so'zlash qobiliyat, bunday dinni, bunday pishiq o'rganish deb mendan har xil savollarni so'rdi-ku. Siz o'sha ekranda so'zlashni ham shu jo'shqindan berib o'rganganmi? Ya, amaliyotda men pek notiq emasman, o'zim tabiatini bilaman-ku. Lekin men so'zlaganlarga burun tortib havas qilatdim o'qigan vaqtimda. Masalan, men shu Madinada o'qiyotgan vaqtimda, shu arab dunyosidagi mashhur Ahmad Shuqayri deb shu islohotchi bir kishi bor. Shuningki videolarga qiziqatdim. Shunga o'xshab bir narsa chiqarsam bo'ldi ekan-ku deganni o'yladim, ba'zi mazmunlarni o'ylagan bo'ldim. Undan keyin men shu Madinada, vatanda shu 2005 tortib 2013 oxirigacha dinda o'qigan bo'lg'achqa, Madinaga o'qish kelgandan keyin Madinadagi masalan kulliyaning fakultetini o'qishi menga pek ig'ir kelmadi. Maktabning darsini qilib bo'lgandan keyin vaqtim eshdi. Men bu vaqtda shu men 2000 vatanda 2007 deyman. Shu atrofda choyxona eng qizigan mezgilda vatanda o'rgangan. Choyxonada aratilib ketgan-ku. Durustlig'iniki birinchi, ikkinchi qismini Namsiz Nurnomada o'rgatgan. U yerda men nihoyat unumini ko'rgan bu to'rdagi darsniki. Men Madinada o'qiyotgan vaqtimda bo'sh vaqtimda nima ish qilay degan o'yladim. Bu vaqtda men hozir shu to'rga dars chiqaray deb shu o'qiyotgan mezgilimda 2016dan boshlab kameradan birini elib, o'yiniki birini shu maxsus studiya bizab durust lug'atdan boshlab suratga olishga boshlagan. Bir tarafdan o'qidim, bir tarafdan boshlab shu 8 oy atrofida durust lug'at 3 qismini 92 qism dars qilib bitirdim. Undan keyin men boshqa ustozlar bilan kurashdim Madinada. Undan keyin men nima deyki, Makkada Akademiyat Zatda bir akademiya bor. Maxsus shu to'rdan yiroqdan o'qitish olib boradigan diniy akademiya. Buniki o'qitish programmasi meni qiziqtirdi. Men ilgari darslarni to'g'ri olaman, buning unumini ko'rgandan keyin to'g'ri olaman deganni niyat qilgan vaqtimda shu ba kitoblarni o'g'itib to'g'ri chiqarmay deb o'ylagan. Akademiyaning ba'zi darslarini tunishgandan keyin ba kitoblarni so'zlamay, buni texmi osonlashtirib, buni jadvallashtirirsam bo'ldi ekan deb shu mavjud bizning ba kitoblardagi biz o'qiydigan morfologiya deymiz, grammatika deymiz, shu arab tili munosabatli barliq ilm fanlarni men jadvallashtirib chiqay deb Promfoydda hammasini jadvallashtirib chiqdim. Durustlig'ini so'zlab bo'lgandan keyin morfologiyani jadvallashtirib ishladim. 200 bet atrofida chiqdi. Hozir kitobxonlarda bor. Undan keyin uni so'zladim. Undan keyin grammatikani so'zladim. Bu 56 qism darslar. U bitib chiqdi. Uning kitobxonlarda bor. Undan keyin balag'ani so'zlagan bo'ldim. Uni shu ba kitoblarning o'zi men yangi yozmadim. Kitoblarning o'zini faqat jadvallashtirdim. Shu kitobni o'zimda foydalangan kitoblarni yozgan bo'ldim. Undan keyin men shu jadvallashtirgan shaklda, chunki ramka shaklda o'rgansa, balning kallasini tushdi ekan-ku bu. Shuni so'zlab chiqargan bo'ldim. Jami shu 230 ta qism arab tili darsi bitdi. Bitgandan keyin men Turkiyaga kelib keldim. Undan keyin men shu Tayba deb YouTube kanalini ochdim. Shu yerda tunji qatim bola o'quvchi qabul qilib, tunji qarabalni o'zim tutib chiqargan bo'ldim. Tunji qanaqa vaqtda 160 bola xizmat qilgan, oxiri shu 30 necha bola oxiriga chiqadi-ku deyman. Undan keyin islom ilmining asoslarini saqlandan keyin men anaqa shu da'vatga kirsam bo'ldi deb o'zim o'sha burunqi havasim bo'yicha Ahmad Shuqayrini azroq o'rnak oldim. Tunji videoni, shuningki videosining o'zini tarjima qilib o'rnak qilib ishlagan. Chunki har qanday ishni tunjisi o'rnakdan boshlandi-ku. Masalan, hozir o'qiyotgan bolalarım nurg'un o'ziga ishonmaydi, qilaman deb xudo qo'ydi. To'g'ri. Qilib boqsa bo'ladi. Tunji qatim ish shunday tahlil qilishlar, do'rashlar boshlandi ekan. Tunji qatim shuni e'lon qilgan vaqtim yozgan planni tahlil qilindi deb shuni ishladim. Undan keyin qilsam, uni nihoyat yaxshi bo'ldi. Ma shaklda kirsak bo'ldi ekan da'vatga deb shu bo'yicha Taybaninki darslar bir oyoqlashgandan keyin Nurishkanga umumyuzlik yuzlanib shu bo'yicha davomlashtirib, undan keyin hozir shu tahlil qilmaylam bo'ldi hamda. Nur ekrani qurilgan qancha yil bo'ldi? 2018 6-oyda shu tunji videosini chiqargan deb bilaman. Ismini qarashcha. Hozirgacha to'xtamay video hozirgacha to'xtamay haftada shu eng az bo'lganda o'tgan yildan boshlab haftada 3, maydan boshlab inshaalloh haftada men so'z aytadigan birisi chiqadi. Ba'zi bir jiddiy qiziq nuqta masalalar qolsa, ikkisi chiqib qolishi mumkin, bo'lmasa muqim birisi chiqadi, ammo boshqa programmalarning 3 jami 4 programma chiqadi bundan keyin inshaalloh. Inshaalloh. Unda bo'lsa shu nur ekranni qurishdagi maqsadni shu sizning qiziqishingiz tunji qiziqishdan boshlandi bu. Tunji qiziqishdan boshlandi, keyin albatta biz
dinda o'qigandan keyin bir mas'uliyat o'zimizga ustiga olgandan keyin buni ado qilish tuyg'usi bilan taraqqiy qilgan desak bo'ldi. Qiziqishdan boshladingiz. Bir maqsadingiz bu shu o'zini o'rganganini yetkazish. Tunjisi shu qiziqishdan boshlandi, keyin qiziqishdan boshlandan keyin menga bir salohiyat, majburiyat talab qildi, masalan. Men dinda o'qidim, bir kunlarni bitirdim, vatanda o'qigan, buni kishilarga yetkazsam bo'ldi. Ma ishimni ma shaklda qilib baqsam bo'ldi ekan deb, diniy da'vatlarni, boshqa tuzishga tegishli tushunchalarni shu shaklda chiqib davomlashib kelyapmiz. Maşallah. Hozir nur ekrandan keyin navbatdagi hozirgi ahvolni deb aytib olsangiz, masalan, hozir dedingiz buncha video chiqadi deb. Mesela qanday videolarni yuklaysizlar masalan? O'zingiz hemen o'zingiz qilamsiz yoki bir mazmun so'zlamoqchi bo'lsangiz, o mazmunni haq talab qilgandan keyin so'zlamsiz yoki shu hozirgi vaqtdagi masalalar to'g'ri so'zlamsiz? Odatda ko'pinchisi o'zimdan keyin planlagan bo'ladi. Masalan, xalq qaramida ma tarafda bo'shliq bor ekan, ma tarafda so'zsak bo'ldi ekan yoki hozir masalan yosh bolalarni buzish eg'ir ekan, bu jihatda ozroq tarbiyalashsak bo'ldi ekan degan o'ylab, ma'lum planni o'ylab manaman. Ammo shu jarayonda ba'zi kishilar mujohid so'zlagan bo'lsangiz, jamiyatda bunday ish bo'ldi deb, agar men bayqamagan taraflarni bayqagan bo'lsa, uni yezib qo'yman. Shuni temalar qatorga kirgizib qo'yman. O'z navbati kelganda shu bo'yicha so'zlayman. Undan keyin o'zim masalan bir temada to'xtalmoqchi bo'lsam, oldi bilan shu temada so'zlangan arabcha va turkcha ikki tildagi tabliğlarni izlayman. Kim so'zladi, qanday so'zladi, uni anglab bo'lgandan keyin shu temadagi kitoblardan, shu temadan mazmun izlayman. Ondan keyin shu temada yozilgan maqola va hammasini o'qib chiqaman. Shunday qilib shu 3-4 kun ba'zi hafta atrofida shu 7-8 minutlik bir videodan keyin mazmuni tayyor bo'ldi. Undan ekran oldidagi ko'rmanlarniki o'sha 2018-yil tortib o'sha chiqarayotgan videolaringizni qarta fikri qanday masalan? Inkasir qanday bo'ladi-da? Umuman fikri o'xshamam deya, 5 yilliklar oyog'iga o'xshamam deya. Umuman yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ammo hali 5 yillik inkas oxirgi kelgan vaqtda hali yaxshi ko'p bo'ldi deb o'ylayman. 5 yilda biz taqlid qilib boshladik, nurg'un ishlarni o'rgandik. Undan keyin meni sifat jihatda bo'lsin, meni mazmun jihatda bo'lsin, kundan kunga o'zimiz qo'ygan talabni yuqoriltib, yaxshi mashqqa tirishyapmiz. Bu umuman shu Ramazon taqatgan siratga o'zim chiqargan bir dars desam bo'ldi. Bunga nisbatan men inkaslar yaxshi bo'ldi. Maşallah. Unda bo'lsa sizdan din o'qigan ustoz, yosh ustoz bo'lish sifatingizdan men bir savol so'rsam, o'zim tayyorlagan savoldan. Shu xalqimizdagi shu dinimiz bo'lgan xato va shu cho'ldi tushunchalarga siz qanday qaraysiz? Endi bizningki shu xalqimizda birinchi xato yoki cho'ldi tushunchadan paydo bo'lib qilishi, men vatanda o'qigan bo'lg'achqa buni shohid bo'lgan masalalardan birisi bu. Aslida bizning vatanimizdagi musulmonlarning fikri, mayli aqidasi yoki fiqhiy jihatdagi tutib olgan yo'li bo'lsin, shu cho'ng Abdullakim Mahsumajim ustozimizdan boshlab nayt sap kiptikan, onun talablari bo'lsin, nayt sap pokiz yo'lda kiptikan. Ammo 90-yildan keyin bizningki vatanimizga chet ellardan har xil kitoblar kirdi, har xil fikrlar kirdi. Bundan keyin bizda har xil fikrlar paydo bo'ldi ekan. Mushu sirtdan kirgan fikrlar tufayli bizning vatanimizda diniy sohada o'xshamagan fikrlar paydo bo'ldi. Takfirchilik paydo bo'ldi, kofirlarni ayiblash, hizbiy paydo bo'ldi. Undan boshqa hijrat deymiz, har xil shakldagi fikrlar paydo bo'ldi. Endi bizning xalqimizningki umumiy diniy sapasi tufan bo'lg'achqa, cho'ng ustozlarning gapini anglamadi. Shu yangidan kirgan fikrlar bilan bizning aramizda xalqimizga nurg'unlagan xato yoki cho'lti fikrlar mush sababdan singib kirdi deyman. Bundan da mas'uliyat jihatdan aytgan vaqtimizda shu vaqtdagi jamiyatda yetakchilik o'rnida turayotgan ustozlarningki jiddiy qaramasligi, jiddiy inkas qaytarmasligimiz sabab deb bilaman. Nima qilsa, shu vaqtda har xil xato fikrlar kirdi. Ustozlarningki nima qilgani? Qaranglar olmasin dedi. Xato kirmanglar dedi. Lekin qaranglar olmasin, ulardan etishmanglar dedi. Agar uningga bizga kirmanglar deyishdan birga uni xatoligini keskin pozitsiya bildirilgan bo'lsa, balkim nurg'unlagan ishlarningki oldilangan bo'lishi mumkin. Bu chet elda hozir shunday bo'lyapti. Nurg'un xato fikrlar, nurg'un dinga dushmanliklar chiqyapti. Uningga har xil sabablar tufayli uningga inkas qaytarilmayapti. Ulamolarimizningki buning qarta inkasi sus bo'lyapti. Hozir har xil sabablar bilan yoki ikkiga xalqni beshni sog'in qilmaydigan har xil sabablar bilan agar buning xato deyilmasa, bunun shu vatanimizga o'xshash ya 5 yil 10 yildan keyin uningki natijasi taxmin cho'ng ziynat taxmin oldi.
Şu bizim vatimizdagi xalqimizning xato fikr, cho'lti fikr kelishning sababi shu vaqtdagi sirtdan kelgan kitoblar, uningga qarata ulamolarimizningki keskin xususiyati bo'lmaganligi. To'g'ri, inshaalloh. Chet ellikka muhojiratga qarindoshlarimizning vatanga o'xshash har xil yo'llarga kirib, kallas ilishki ahvollar bo'lmas inshaalloh deb o'ylayman. Savollarimiz bu tezdan o'tib ketib qoldi. Undan azroq bir suhbat ilib borsak, nima demo e'lon qilib ekansiz, ko'p qismli oxirat darsiga bo'ladi deb aytib chiqdi ekan u. Inshaalloh. Mush to'g'riliq azroq so'zlab bergan bo'lsangiz, masalan, uni tarqatgan narsa ko'mganlar bo'lishi mumkin. Nima so'zingda oxirat to'g'risida? Oxirat darsida bu ko'p qismni qildi. Buning da birinchi qismida shu o'limning mohiyati. Masalan, ko'pinchimiz o'limdan qo'rqimiz yoki ba'zilarimiz bexud yashaymiz. Ammo atrofimizdan birasi o'lib ketsa, tunishimizdan birasi cho'chiymiz. Ammo mayli bexud yashaylikmi yoki qo'rqili, bu oldimizda bir haqiqat. Shuning birinchi qismida o'limning haqiqati, o'lim degan zot qanday narsa. İnsan shunda tafakkur qila oladigan aqlli inson o'lishdan yo'qib ketamdi. Bu haqda so'zlandi. Ikkinchi qismida bir mo'minningki jini elinish ahvoli qanday bo'ladi? Qur'onda, hadisda buni nima deyilgan? Üçüncü kısmında kafirning Allah ölüm periştəsinin jini elish ahvoli qanday bo'ladi? Kafirlar sakrat holatida nimalarni arzu qiladi? Bu haqdagi mazmunlar asosli qilib shu Qur'on hadisga tayangan asosiy so'zlandi. Ondan keyin bizning qabr azobiga sabab bo'lgan ishlar, ya'ni bizningki 3-chi dunyomiz bo'lgan. Bizning 1-chi dunyomiz ana rahmatdagi holatimiz, 2-chi dunyomiz bu dunyomiz, 3-chi dunyomiz qiyomat o'g'uchi bo'lgan qabrdagi barzakh olamidagi hayotimiz. Bu hayotimizdagi azoblarga sabab bo'lgan ishlar har birisi tafsiliy so'zlandi. Maşallah. Allah işlerini utuqli qilsin inşallah. Unda bo'lsa biz abay program kirishi deyishgandek, o'sha xalqimizning, yoshlarimizdan kelgan savollarga o'tib ketsak, tunogina yaqin nurg'un savol keldi. Bu to'g'risida asli kelgan bütün savolni so'rasam bo'ldi. Hakikaten ba'zan savollarni ham o kadar cho'ng mazmunli savollarni so'rabdiki, uni ayrim bir program qilsakmi, hatta 4-5 program chiqarib savollarni so'rabdi. Uni bu yerdan so'rmay, inshaalloh biz Qarım bilan panaştık. Bundan keyingi suhbatlarimizda yoki suhbat qilib qolsak, yoki qarimni o'zining nur ekranida so'zlaydan bo'ldi inshaalloh. Undan bo'lsa, birinchilab so'rgan qarindishimizniki savoldan kelsak, qanday qilganda nafsimizni ojizlatalaymiz va shaytonga qanday taqobil tura olamiz dedi. Deb bir qarindishimizni kelib tutdi. Alloh taolo bizga hepimiz bilgandek dunyoda imtihon uchun yaratgan. Bu bizni imtihondan ozdirgan ikki narsa bor. Birisi shayton, birisi bizdagi yomon nafsi. Endi davomli shayton bilan yomon nafsi bizningki iymonimizni ojizlashtirish uchun har xil yo'llar bilan bizga keladi. Buni taqobil turishning yo'llarini biz Nurxonda buni ayrim bir darsma qilgan bo'ldik. Bu vaqtda uningga tavsiya qilaman. Shundan birga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, kiyim ko'ngandek odamning iymonini ko'nrab turadi. Hatto sahobalarmi payg'ambarimizning davrida Madina kelgandan keyin yurtdan aylab vaqt o'tgan siri iymonda bir xil o'zgarish bo'lgan. Mush vaqtda Alloh taolo oyat tushirgan. Vaqt uzrab qalbi qisib ketgan kishilarga o'xshab bo'lmanglar degan mazmunlar oyat tushirgan. Demak, bizningki iymonimizning ojizlashi, nafsimizning kuchayib ketishi old bilan bu bo'ladigan ahvol, ammo bizning buning qarta qildiganimiz birinchidan bizningki farz ibodatlarimizga sal qaramaslik, buni mustahkam qilish. Ikkinchidan, men buni shu darsda so'zladim. Ikkinchidan, kunda oz bo'lsa Qur'on o'qishga odatlanish. Uchinchidan, atrofimizdagi aralashadigan muhitni yaxshi tanlash, do'stlarni yaxshi tanlash. Bu modam buna oid ta'sir qilgan ishlar. Qolganda biz shu darslarda tafsir taxmin so'zlangan, men shunga tavsiya qilaman. Inshaalloh. Unda bo'lsa, mush savol so'rgan qarindishimizda nur ekranda mushu temada so'zlagan video ishlanib ekan, shuni berib ko'rishini tarafidan. Cho'ng jihad degan temada so'zlangan. Ana cho'ng jihad. Inshaalloh ko'rayotgan bo'lishi mumkin qarindishimiz. Unda bo'lsa, yana bir savol keldi. Muhojiratdagi yoshlarga nimalarni tavsiya qilasiz debdi. Desizlar. O'zimni takchiga olib qo'yib yoki tashqi qilib qo'yib, yoshlarga buni tavsiya qilmayman demayman. Chunki men o'zimni qutqizish uchun tirishayotgan bir yosh. Men odatda o'zimga tavsiya qilgan ishni yoshlarga deyman. Hamda insonning hayoti nihoyat qimmatlik, ammo hayot ishidami yosh vaqti nihoyat qimmatlik. Biz tarixdan buyon uyg'ongan yoki zolim qarshi harakat qilgan har qanday harakat bo'lsin, xalq qarab qolgan bo'lsak, bunda eng muhim o'rinda tuvallar yoshlar. Hatto payg'ambarimizning davrida shunda. Shuning uchun shu yoshlarningki o'zininki yosh vaqtiningki hayotidagi eng qimmatlik vaqti deb tunishini xuddi o'zimga tavsiya qilgandek tavsiya qilaman. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba' fi rivoya ukhra an khams.
insonninki qadimiy qiyomat kunisi 4 ishdan, yana bir hadisda 5 ishdan so'ralmay turib hech joyga o'tkazilmaydi deydi. Uning birinchisi ömür haqida. Ömür haqida balog'atga yetib o'lguchi bo'lgan arliqda Alloh taolo nima ish qilding deb so'raydi. Birinchisi. Ikkinchisi anshababi fima afna. Yoshlik to'g'risida. Ömrni so'rab bo'lgandan keyin, ya'ni yoshligidan yana bir qatam so'raydi. Demak, ömrning ichida yoshligidan yana bir qatam so'ralgan nimani bildiradi? Muhim. Ömrning ichidagi yoshlikning texmo muhim ekanligini bildiradi. Nurg'unliga ish bor. 40 yoshdan oshgan vaqtimizda, 50 yoshdan oshgan vaqtimizda qilg'ili bo'ladi. Masalan, sayohat, mubah bo'lgan ishlar bilan ko'nglimizni ichish, shundaymi? Buni 50 yoshga qilsaqmi bo'ladi. Ammo nurg'unliga ishlar bor. Yosh vaqtlar qilg'ili bo'ladigan, qirg'anda qilg'ili olmaydigan. Masalan, o'qish deymiz, tirish deymiz. Buni qirg'an vaqtda qilolmaymiz. Yosh vaqtini o'yin tomosha yoki behuda ishlar bilan o'tkazganlardan keyin, amaliy hayotimiz qarab baqsaq, qirg'an vaqti jafoda o'tadi. Chunki hayotda har bir odamning ishlaydigan, badal to'laydigan bir vaqti bo'ldi. Agar hammani o'z joyida qilmasa, uning badali keyin keladi. Shuning uchun yosh vaqtiningki qimmatini bilishni tavsiya qilaman. Masalan, Yahya alayhissalomni do'stlari kichik yosh vaqtlarida o'ynayli desa, ana ma xuliqtu lilla'ab. Men o'yin uchun yaratilmadim degan. Bu vaqtda Alloh taolo shu Qur'on Karimda Yahya alayhissalomga va ataynahul hukma sabiyya. Uningga biz yosh kichik vaqtida farosat ato qildik. Buni o'xshash ishlar Imom Navoiyda yuz berib ekan. Yosh vaqtida do'stlar o'ynayli desa, men o'yin uchun yaratilmadim deb, u yandan o'zininki rohat olmaydiganligi, zavq olmaydiganligini aytib ekan. Shuning uchun birinchidan bu bizning ham dunyoligimiz, ham oxiratimiz uchun yoshlik hayotimizdagi nihoyatda muhimligini, mayli nima ish qilaylik, yosh vaqtdan foydalanishni, yosh vaqtida bir iz qoldigan bir ishlarni qilib qo'yishni tavsiya qilaman. Maşallah. Allah razı olsun. Hakikaten bu savolga yetkidek endi arkadaki savol bo'lib, javob bo'lib o'ylayman. Hatto men nurg'un bilim oldim bu savoldan. Allah razı olsun. Bu savol so'ragan qarindishimiz Allah razı olsun hakikaten. Yaxshi bir savol so'rabdi. Unda bo'lsa, yana bir savol qo'ysak, bu savol debdiki, qanday ahvollar zinoga kiradi debdi. Yana bir qarindishimizniki savolida. Endi zinoni ko'pincha bizningki kallasida cho'ng zinolam zina. Uningki kichik zina emas yoki buningni salqash bugungi jamiyatimizda ig'ir. Amaliyotda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda ko'z zinasini zina deylik, qo'l zinasi hammani zina deb tilg'iradilar. Gerçi mohiyatda, xarakterda cho'ng zinaga o'xshamasmi, lekin bu bir zinaninki turlari. Ya'ni harom nikah yo'q holda o'g'il qizlarninki qo'lni tutishi yoki nikohsiz holda so'rishib yurishi, bularning hammasi zinoninki muqaddimasi, shundaqla hadisda deyilgandek, bularmi zinoning turi qatoriga kiradi. Ko'z zinosining qatoriga kiradi. Shuning uchun haromni ko'rish, haromga qarash bu ko'z zinosiga kiradi. Namarhamni tutish qo'l zinosiga kiradi. Shuning uchun bu jihatda mana bu bugungi kunimizda nurg'unliga ishlar xato emasdek, hech qanday emasdek tuyulyotdi. Xeyli o'qigan o'g'il olsun, qiz olsun hammasida o'zininki masalan baştaq yoki islomni cheklagan holatdagi rasmlarni ammo yuz bularga chiqaradigan bu ishlar normal holga ketyapti. Amaliyotda buni hech kim, hech qanday bir islom nuqtai vaqtimizda buni to'g'ri topiladigan yeri yo'q buningki. Bu boshqalarning gunohi mushimiz zinoninki muqaddimas qatoriga kiradi. Shuning uchun bugungi kunimizda mushu ishlarning qattiq saqlanishi lozim. Bu bayat degandek shu zinoga kiradigan ahvollar, ko'z zinosi, qo'l zinosi hammasi payg'ambarimiz degandek zinoga kiradi. Allah sağ olsun. Abay deganlardek shu ko'pincha ishlar hozirgi masalan dunyoning har qanday yerida bo'lsin, musulmon emas insonlar bo'lsin, musulmon inson bo'lsin, ko'pincha yo'llarda manga vaqtimizda ahamiyat ko'rmagandan keyin insonlar ko'rib musulmon haqiqiy taqvo odamni kesma asta-asta o'zgaraydi mencha. Shuni o'ylayman. Bayatga masalan nafs masalasida bu nihoyatda muhim masala. Masalan qanday desa, insonningki ruhiy poklangan vaqtida nafsini yangilaydi. Nafsini poklash uchun qanday qilish kerak desa, birinchisi ruhini poklash uchun qanday qilish kerak desa, ruhningki darajasi, ya'ni uzuq kiradagi ko'z. Ko'zni haromdan saqlash kerak. Qancha haromni oz ko'sa yoki saqlana olsa, o odamningki yomon nafsi shuncha ojizlashadi. Iymoni shuncha mudofaa qila oladi. Shuning uchun shu haromga qarashdan pek saqlanish lozim. Allah razı olsun.
inshaalloh hozirgi yoshlarımızın bu ishda qattiq qilishini umid qilaman inshaalloh. Boshqa savollar borda yana nurg'un savollar kelib ekan. Uni boshqa yozmagan necha savol va abay program kirish ilgirma kelgan savollar bor. Bu savollarni inshaalloh boshqa bir vaqtda ayrim bir program qilib qildik. Nayda uzun so'zlash tegishlik 2 yig'izdan so'zlab qo'ysa, buni tushunmay deb o'ylayman buni. 2 yil so'zlab qo'ysa, o'tirgan fitna fasad chiqadigan savollar. Shuning uchun uni ayrim bir program qilsak inshaalloh. Bo'ladi inshaalloh. Unda bo'lsa, orqa savollarimizga yaqinlashyapmiz. Bundan keyingi planlaringizni bir deb bersangiz bo'lamdi. Bundan keyingi planlar ichida hozir meniki kichik bo'lsin qadam silayotgan, o'ylashayotgan planning birisi hozir yoshlarda umumyuzlik men dahil umumimiz vatandagi iymoniy jihatdagi ahvolimizdan vatandagi ahvolimizni topolmoqlik. Navbatdagi iymoniy jihatdagi ahvolimizdan rozi emas. Ya'ni vatandagi u jushqun kayfiyat, u kuchli iymon umumyuzlik shaklda chekinib ketgan bir ahvol bor. Endi bizning chet elda nurg'un siyosiy ko'z qarashimizning o'xshamasligi, nurg'un fikriy ko'z qarashimizning o'xshamasligi tufayli hammamizningki yo'li bir xil ayrılib ketgandek yaqinlashyapmiz. Ammo hammamizningki bir o'rtaq nuqtasi bor. U bo'lsin iymon. Bu iymon nuqtasiga joylashgan shaklda bir inshaalloh yoshlar bilan yig'iladigan bir diniy da'vat sahnasi barpo qilishni inshaalloh o'ylashyapman. Qani Alloh nasib qilsa. Inshaalloh. Bundan keyingi masalan adlik bir program chiqar ekanlar. Bunu başka yana programı o'zgartirish, başka xil şekilde so'zlash yoki başka mazmunga chiqib ketmaydi tabii ki din. Başka o'zgartirish bir planlar bormi masalan? Biz tug'an sira chiqib qanday qilsak yaxshi bo'ladigan deb vaqt o'yinimiz. Oxirat darsidan keyin biz iymon qalqini deb bir darsni o'ylashyapmiz inshaalloh. Uning uslubi boshqa chiqishi mumkin. Ammo bizning shu doiramiz yana shu islom dairasida bo'ladi. Lekin qancha yangilik, qancha yaxshi qilishga imkon bo'lsa, shuncha yaxshi qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Alloh razı olsun. Sizlardan ko'p Alloh razı olsun. Hakikaten bugün nəhayət ko'ngilli, mazmunli program bo'ldi deb o'ylayman. Bugun programda sizlar nəhayət jiq savollar bilan ko'p program qildi, uzun program qildi deb o'ylashgan. Savollarimiz nəhayət tez ham nəhayət mazmunli oyoqlashdi. Bugungi savollarimizning javoblari. Unda bo'lsa abaya savol so'ragan qarindoshlarimizningki javoblari hammasi chiqib bo'ldi deb o'ylayman. Agarda yana savollaringiz bo'lib qolsa, qarimning Instagram sahifasidan o'zining telefon nomerini boshqa tepib so'rab, bilamagan, din to'g'ri bilamagan, kallangiz o'zidan tug'ilib qolgan yerlarni so'rab, amal va o'ngishilishni umid qilman inshaalloh. Unda bo'lsa bugungi programmamiz musha chiqdi inshaalloh. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Alloh razı olsun. Qimmatli vaqtlarni chiqarib qatnashib berdilar. Rahmat. Bundan keyin inshaalloh Alloh xolsa o'sha programmalarni ko'p qilib xalqimizning keladigan savollarni, so'ramagan savollarni, kelib so'ramagan savollarni musha yerda ham o'zi ham boshqalarga qarindoshlarimizga teng bir shaklda hatto o'rgatish desak bo'ladi. O'sha shaklda davom qilishimizni nasib qilsin Alloh xolsa. Amin inshaalloh. Ekranda ko'rmadik. Ko'rmalar bugungi programmamiz mushacha bo'ladi inshaalloh. Qarimdan Allah razı olsun. Bugün nəhayət ko'ngillik hem mazmunli savol javoblar hatta oxirsida güzel bir program bo'ldi. İnşallah bundan keyingi shu yoshlar va da'vo programmamizga taklif qilgan qarindoshlarimizni Instagram sahifamda naqlma tarqataman. Yana qanday savol so'raysizlar shu qarindoshimizni, masalan bugun diniy mazmun to'g'riliq branchga bo'lsa kelaqtimda boshqa mazmunlar to'g'riliq program qilishimiz mumkin. Shunga kallan tug'ilib qolgan, bilinmagan savollar bo'lib qolsa, inshaalloh programda so'rashinglarni va qarindosh so'rashinglarni umid qilaman Alloh qolsa. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mushacha bo'ladi. İnşallah kelaqsin program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.